Dünya aldınғы qatardagi harbiy aeroplan ishlab chiqaruvchilar kelgusi kurashchi aeroplan turlari haqida kunsiri ulug'vor planlarni e'lon qilayotgan bir paytda Janubiy Koreya kishini hayron qoldiradigan natijalarni qo'lga keltirmoqda. Balkim bu kurashchi aeroplanning nomini ilgari anglab boqmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin u o'z raqiblariga qarshilasha oladigan alohidaliklari bilan ko'zga chaliqib turdi. Bu aeroplan dal KF-21. O, Amerika, Xitoy, Rossiya va bir qancha Yevropa davlatini o'z ichiga olgan gigantlar birlashmasidagi eng yangi a'zolarning biri. KF-21 kurashchi aeroplani yaqinqi yillardagi eng ko'zga ko'ringan turlarning biri sifatida maydonga chiqdi. Dunyodagi eng tez taraqqiy qilayotgan davlat va mudofaa sanoatiga ega davlatlarning biri bo'lgan Janubiy Koreya uzun yillardan buyon Amerikaga tayinib kelgan ahvolni o'zgartirish va o'z osmonini o'z iqtidori bilan qo'g'dash uchun g'oyat zo'r qadamlarni bosdi. Bu qadamlar ichida eng ulug'vor va ko'zni chaqnatirgani yosh burkut deb atalgan KF-21 kurashchi aeroplan turidir. Bu aeroplan Janubiy Koreya havo armiyasini qayta shakllantirishni nishon qilib qolmay, yana dunyo qurol-yarog' bozorlaridagi raqiblarini orqasida qoldiradigan bir kuch sifatida bosh ko'tarish oldida turgandek qildi. Keling, vaqtni keyniga yondiraylik. Bu hikoya 2001-yildan boshlanadi. Shu yili Seul hukumati KF-21 programmasini rasmiy e'lon qilib, o'zining yerlik kurashchi aeroplanini yasab chiqish niyatini jakarladi. Bu faqat bir harbiy qadam bo'lib qolmay, balki bir sanoat inqilobi edi. Agar siz bu tur nima uchun boshlandi deb so'rasangiz, asosliq sababi Janubiy Koreya havo armiyasi tizimligidagi aeroplanlar ko'nirab, kuchidan qolgan aeroplanlarning tadrijiy holda xizmat muddati oxirlashgan. Ambardagi aeroplanlar endi zamonaviy havo urushi talabiga javob bera olmaydi. 1960-yili va 1970-yillardagi F-4D va F-5EF qatorliq g'oyat zo'r aeroplanlar garchi 10 necha yil xizmat qilgan bo'lsa-mu, Shimoliy Koreyaning ovozdan tiz uchadigan raketalari va ballistik boshqarilgan bombalarning tahdidlari va kengayotgan havo mudofaa sistemlariga qarshi turishda yetarsiz bo'lib qolgan edi. Onundan boshqa Amerikadan import qilingan F-16 va F-15K aeroplanlari zamonaviy bo'lsa-mu, ularning tannarxi, asrash talabi va zapchaslarga beqindiligi Seulni Washingtonga tayinadigan qilib qo'ygan edi. Bu beqindichilik jo'grafiyalik siyosiy jiddiylik vaqtlarida strategiyalik ojizlikni shakllantirgan. Shunga Seul bu programmani o'z taqdirimizni o'zimiz yasayli va osmonimizni o'z qanotimiz bilan qo'g'dayli degan iroda bilan boshlandi. 2014-yili Indoneziya bilan imzolangan hamkorlik kelishimi orqali rasmiy tasdiqqa erishdi. Bu hamkorlik faqat iqtisodiy yordam haqida bo'lib qolmay, yana texnika almashtirish va davlat ichidagi ishlab chiqarish zanjirini kuchaytirish uchun bir fursat yaratdi. Bu programmaning muhim hamkorlashuvchilarining biri Indoneziya. Jakarta 2010-yili bu turga qo'shilib, chiqimning taxminan 20% ni ustiga erishgan qo'shildi. Va bu planning umumiy qiymati 8,8 milliard dollar. Bunun badaliga Indoneziya 48 dona KF-21 kurashchi aeroplanni sotib olish va ishlab chiqarish jarayonidan texnika almashtirish huquqiga ega bo'ldi. Ammo yillarning o'tishiga ergashib, Indoneziyaning iqtisodiy qiyinchiliklari tufaylidan pul to'lashni kechiktirishi hamkorlik ishida jiddiylik paydo qildi. Hatto indoneziyalik injenerlarning tur ichida jasuslik bilan shug'ullanganligi haqida ayblashlarim bo'ldi. Natijada yangi bir kelishim hosil qilindi. Bu xiristlarga qaramay, har ikki taraf bo'libmi Osiyo Tinch okean rayonidagi bexatarlik xavfining kunsiri eshayotganligini nazarda tutib, bu turni davomlashtirish irodasini qayta ta'kidladi. Bu hamkorlik Janubiy Koreyaning dunyoviy davlat mudofaa sanoatidagi bir aktyorga aylanish orzusining va Indoneziyaning zamonaviy havo armiyasiga tez erishish hamda davlat ichidagi ishlab chiqarish iqtidorini taraqqiy qildirish yo'lidagi izlanishining bir ifodasi sifatida ko'zga ko'rinib turadi. Shuni eskartib o'tish kerakki, Indoneziya Fransiyadan 42 dona Rafale aeroplani va Turkiyadan 48 dona Kan aeroplani zakaz qildi. Olg'a ilgarilash jarayonida KF-21 2022-yili tunji uchishi bilan meva berishga boshladi. Garchi xiristlar kam bo'lmasa-mu, keltirib chiqargan kechikishlar, xamchot besimlari va motorni biriktirish qatorliq texnik to'salg'ularning hammasini yengiladi. Tannarxiga kelsak, yuqorida tilga ilingandek aeroplanni yasab chiqish xamchoti 8,8 milliard dollar qilib bekitildi. Garchi uning aniq bir dona bahosi taxi bekitilmagan bo'lsa-mu, KF-21 ning bahosi 70 milliondan 110 million Amerika dollargacha bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Hamda oldi bilan Janubiy Koreyaning hozirgi havo armiyasi kuchiga qarab boqaylik. Koreya Cumhuriyeti havo armiyasi Osiyo qit'asidagi eng kuchli va intizomi eng yuqori havo armiyalarining biri hisoblanadi. 2025-yili 9-oygacha uning aktiv xizmatdagi aeroplanlarning soni 822 ga yetgan.
Bu son tik uchar, transport va mashq aeroplanlarini o'z ichiga oladi. Ammo bizning asosliq diqqatimiz jang aeroplanlarida. Bu yerda flot 415 dona kurashchi aeroplandan tarkib topgan. Asosiy kuch 118 dona F-16. Ammo bular ko'nirayotgan bo'lib, F-35larning orqasida qolgan. Onundan boshqa 138 dona F-5 Tiger 2 aeroplani bor. Bular yenik, jang va mashq uchun ishlatiladi. Bular arzon va ishonchlik bo'lsa-mu, 50 yilga yaqin xizmat muddatining oxiriga kelib qolyapti. Janubiy Koreya bu aeroplanlarni Fa-50lar bilan almashtirmoqda. Zamonaviy qismiga kelsak, 59 dona F-15 bor bo'lib, bular uzun masofalik zarba berish vazifalarida ochiqqushlik rol o'ynaydi. Bu Boeing shirkatining tipi Koreya uchun maxsus loyihalangan bo'lsa-mu, import qilishga tayinish masalasi yana mavjud. Oxirida tizimlikda yana F-35larim bor. Janubiy Koreya o'zining kurashchi aeroplanini yasayotgan bo'lsa-mu, Amerikadan voz kechmaydi. 40 dona F-35A aeroplanini topshirib olindi. Hamda qo'shimcha 25 dona zakaz qilindi. Buning bilan planlangan F-35 floti 65 ga yetadi. Janubiy Koreyaning jang flotining ko'p qismi Amerikadan kelgan bo'lib, bu bir strategiyalik xatarni shakllantirdi. Kiev-21 dal mush yerda rol o'ynaydi. 120 aeroplanlik bir flot planlangan bo'lib, tunji 20 donasi 2026-yil xizmatga kirdi. 2028-yilga borganda jami 40 dona, qolganlari 2032-yilgacha tamomlanadi. Bu o'tkinchi bosqich Koreyani import qilg'uchidan eksport qilg'uchiga aylantiradi. U tizimlikni ko'p xillashtiradi. Yerlik asrash zanjirini kuchaytiradi va Osiyodagi havo ustunligini mustahkamlaydi. Qisqasi, hozirgi flot 1 Kiev-21 bo'lsa, kelgusining ochqichidir. Kiev-21 4.5 avlod ko'p funksiyalik kurashchi aeroplan deb tasvirlanadi. U Amerikaning F-35 va Xitoyning J-2 qatorliq 5-avlod radarga tushmas aeroplanlardan sal tuvan o'ringa qo'yilgan. Ammo Rafale, Typhoon yoki Su-35 qatorliq raqiblari bilan solishtirganda u iqtidor, tanarx va jonliq jihatda ustunliklarini qozonadigandak qiladi. Keling, texnik tafsilotlarini tekshirib boqaylik. Aeroplanning uzunligi 16.9 metr, qanot kengligi 11.2 metr, uchish og'irligi 25.2 tonna bo'lib, F-16 dan cho'ng. Ammo F-15 dek yo'g'on emas. Quvvati 2 dona General Electric F-414 J-402 turbofan motoridan keladi. Bular birlashib soatiga taxminan 2200 kilometrga yetadigan 1.8 Mach tezlikka yetkazadi. U supercross, ya'ni atturma kuchaytgich ishlatmay ovozdan tez suratda uchish iqtidoriga ega. Bu yiqilg'u unumini oshirdi. Uning uchish masofasi 2900 kilometrgacha. O'q to'g'ri elib yurish iqtidori intayin kuchli bo'lib, 7700 kilogramgacha o'q to'g'ri elib yura oladi. 9-10 dona sirtqi esish nuqtasi bor. U AIM-120, Amram va Meteor qatorliq havodan havoga qo'yib beriladigan boshqarilgan bombalar va Koreyada ishlangan ovozdan tez boshqarilgan bombalar hisoblanadi. Haqiqiy ko'zga ko'ringan yeri uning ovozi elektronasi. Hanwha Systems shirkati ishlab chiqargan aktiv elektronlik skanerlash to'ri radari 360 graduslik qoplashni ta'minlab, yiroq musobadagi tahdidlarni bayqay oladi. Ilg'or elektronlik urush sistemlari radarni parazitlash va aldash imkoniyatiga ega qildi. Infraqizil nurliq izlash va iz qo'g'lash senzorlari va sun'iy idrok yordamidagi senzor biriktirish texnikasi qo'llanilgan. Kabinkada sizimchan ekran va kuchaytirilgan reallik bosh usti ko'rsatgich HUD bor. Loyihaga kelsak, dastlabki ishlab chiqarilgan aeroplanlar yerim radarga tushmas usulini qo'llangan bo'lib, 5-avlodning to'liq radarga tushmaslik iqtidori bo'lmasa-mu, radar kesishma yuzini azayta oladigan loyiha alohidaliklari va materiallarini o'z ichiga oladi. Radar kesishma yuzi F-16ninkidan taxminan 40% tuvan. Gerçi o to'liq radarga tutilmaydigan bo'lmasa-mu, Black 3 tipida bu iqtidorga erishish uchun ichki qural ambiri qo'shiladi. Bu aeroplan haqiqiy ko'p funksiyalik bo'lib, havo ustunligi, havodan yerga zarba berish, razvodka qilish va elektronlik urush vazifalarini o'rinlay oladi. Hamda ovozdan tez bomba bilan biriktirilganda Koreyaga strategik kuch ato qiladi. Janubiy Koreya o'z tizimligida faqatla Amerikada ishlangan aeroplanlarga tayinishni xohlamaydigan bo'lib, o'zi yasagan kurashchi aeroplan bilan ko'p xillikni oshirishni umid qiladi. Shunda qilish orqali u Amerikada yasalgan F-35, F-16 va F-15larning sirtida ham Shimoliy Koreya ham Xitoydan keladigan tahdidlarga taqobil tura oladigan, shundaqla havo armiyasini imkon qadar zamonaviy holatda saqlaydigan mo'l va zamonaviy bir flotni saqlab qolishni nishon qiladi. Kiev-21 Shimoliy Koreya ham Xitoyning yoshirin hujumlariga qarshi tez va to'g'ri javob qaytarish iqtidorini ta'minlash uchun loyihalangan bir aeroplandir. Shimoliy Koreya haqida gap bo'lgan ekan,
Uning havo armiyasi tizimlikini qisqacha ko'zdan kechirib boqaylik. Chunki u Janubiy Koreyaning eng chong raqibi va tahdidi. Uning floti asosan ko'nrab ketgan Sovet va Xitoy aeroplanlaridan, ya'ni 1950 va 1960 yillardagi texnikalardan tarkib topgan. Tizimlikda Xitoyda yasalgan J6 va J7 aeroplanlari, shundaqla Sovetda yasalgan Su-7B, Su-25, MiG-21, MiG-23 va MiG-25 tiplarini o'z ichiga oladi. Uning qurol ambaridagi eng zamonaviy aeroplan MiG-29 bo'lib, u 1970-yillarga tava. Undaqda Kiev-21ning yoshirin setib olg'uvchilari bormi? Qaysi davlatlar bu turni qo'llayotdi va qaysi davlatlar bu yangi avlod kurashchi aeroplanga qiziqishini bildirmoqda? Agar xohlasangiz keling, bu savollarning javobini izlab boqaylik. Asosliq setib olg'uvchi davlatlarning biri yuqorida tilga ilingandek Indoneziya. Allaburun 20% hamkorlashuvchi bo'lgan Jakarta 2025-yil 7-oyda 48 tane aeroplan zakaz qildi. Xitoyning J10 kurashchi aeroplanining o'rniga Kiev-21 ni tanlagan Indoneziya T-50 mashq qilish aeroplanlarini o'zgartirish orqali o'z flotini kuchaytirmoqda. Bu taxminan 5 milliard dollarlik bir kelishim bo'lib, Jakartaning Xitoyga maydon o'qishi deb qarashga bo'ladi. Polsha Janubiy Koreya bilan kuchli mudofaa munosabati o'rnatgan yana bir davlat. Janubiy Koreyaning tarixdagi eng chong mudofaa eksportining Polshaga qilinganligini eslang. Ilgari Polsha Ki-2 tankilari, Ki-9 zambiraklari va Fa-50 aeroplanlarini o'z ichiga olgan bir yurish Janubiy Koreya mudofaa sistemlarini zakaz qilgan edi. Ukraina urushidan keyin Polsha F-16 ga o'rinbosar izlash bilan birga MiG-29larini almashtirishni umid qildi. Kiev-21 ning NATO bilan moslashganligi Varshava uchun jalb qilarliq bo'lishi mumkin. Yana bir qiziqqan davlat Arab Birlashma Amirligi F-35 programmasini bekor qilgandan keyin Birlashma Arab Amirliklari diqqatini Kiev-21 ga og'dirdi. Ular 2025-yil 4-oyda bir kelishim imzoladi. Janubiy Koreya va Birlashma Arab Amirliklari hatto do'stlik uchishlarini olib bordi. Hamda Birlashma Arab Amirligining 30-40 aeroplandan tarkib topgan bir flot qurishni planlayotganligi xabar qilindi. Birlashma Arab Amirliklari bu turga 2025-yil 4-oyda qo'shildi. Birlashma taraqqiyot, sinoq va eksport hamkorligidan boshqa Birlashma Arab Amirliklari havo armiyasi bilan do'stlik uchishlari olib berildi. Xulosalaganda Kiev-21 Janubiy Koreyaning Koreya orzusining eng yorqin va eng konkret ifodasiga vakillik qiladi. Bu aeroplan faqat metal, motor va aviatsiya elektroniksiyasidan iborat emas. Uni mustaqillik, yangilik yaratish, strategik kuch va dunyoviy ta'sirning simvoli deb osonla tasvirlagan bo'ladi. Hammamiz bir kurashchi aeroplanni yasab chiqish jarayonining qanchalik uzun va jafoliq bo'ladiganligini bilamiz. Osiyodagi bir davlat o'zining kurashchi aeroplanini yasab chiqyapti. Bu davlat dal Janubiy Koreya. Shimoliy Koreya va Xitoyning xirislariga qaramay ilgarilayotgan Janubiy Koreya bu planni tez ham muvaffaqiyatli tamomlashda yana qiyinchiliklarga uchraydi. Buni oldimizdagi kunlarda ko'ramiz. Qimmatli ko'z qarash va taklif fikrlarni inkas rayonida ko'rishni xohlaymiz. Bu shuningga o'xshagan yangiliklardan xabardor bo'lay desangiz, kanalimizga a'zo bo'ling. Bizni qo'llaganingiz, o'zingizni qo'llaganingiz.